Mana shu ko'rib turgan adreslarga hozir 10 yevro bilan ishtirok to'layapti. Ya'ni patentga kech qolgan, 10 kun kech qolgan, 1 hafta kech qolgan bo'lsa ham mana shu joyga kelib turib patentni ishtirok to'lab, chekini FMSga olib borib turib dokument topshirsa bo'ladi, jigarlarim. Shuncha kech qolganlar bo'lsa, bemalol shu adresga kelib turib pul to'lashlari mumkin. Bu haromxo'rlar shunaqa bir o'zbeklarga, tojiklarga napres qilyaptiki, ishda mana shu qiynalishimiz kerak. Mana hozir Saxarvadan 80 km uzoqda ekan mana shu adres. Shu adresga kelib turib, mana mashincha akamiz hozir ishtirok to'layapti, jigarlarim. Mana ko'rsizlar, mana aşağıdan mana ashincha odam kelyapti. Ko'rasiz, mana hamma odam mashiga o'zining oyog'idan kelib 10 yevro bilan pul to'layapti, jigarlarim. Kechagunda mashina arsa, mash ishtirok kechagunda FMS edi. Bugun mana shu adresga kelibdi, jigarlarim. Ko'ryapsizlar, qanaqa bir nohaqlik, haromxo'rlik bo'lyapti. Korrupsiya bo'lyapti, jigarlarim. Korrupsiya bo'lyapti, jigarlarim. Hamma jigarlar ehtiyot bo'lib bosamiz faqat. Videoni maksimal darajada tarqatib, podpishkani bosing, jigarlarim. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yaxshi maslahat